Rahmat san'atkorlarimiz, katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tiboringiz markazida xushovoz xonandamiz Ellikqal'a tumanimizning eng iqtidorli serqirra ijodkorlardan qolib esa mumtoz qo'shiqlarning mohir ijrochisi, estradamizning yulduzli vakillaridan Rahmatjon Abdullayev bo'ldilar. Katta rahmat deymiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli mehmonlarimiz, sizlar bilan sog'likda, salomatlikda, tinchlikda, xotirjamlikda, Alloh taoloning fayzli, barokatli oqshomlarini birda mana shunday tinch elda, farovon elda, xotirjam, chiroyli, go'zal yurtimizda bir chiroyli to'y dasturxon ustida didorlashib turganimizdan bag'oyatda minnatdormiz. Mana shunday kunlarga yetkazganiga biz yaratganga, Alloh taolaga ko'p-ko'p shukrlar aytamiz albatta. Har kun umrimizning bir safaridir, har on kunimizning bir gavharidir. Tinchlik, omonlikda o'tgan har bir tong Allohimning bizlarga in'omidir bu. Avvalambor assalomu alaykum o'g'il yaqindan to'y-to'ylashib qadam birinchida qilgan ammayi xonalarimiz, og'a yangajonlarimiz. Assalomu alaykum yon qo'shni, jon qo'shnilarimiz, xonimlar va janoblar, xush kelibsizlar. Har biringlarning qadaminglarga hasanot, har bittanglarga bugungi kun mana shu to'y muborak bo'lsin. Assalomu alaykum deymiz barcha muhtaram tabarruk otaxonlarimiz, Munisa onajonlarimiz, qarindosh yaqinlari, do'stu oshnolarimiz, to'yimizga tashrif yurgan barcha mehmonlarimiz, to'yimizning barcha hurmatli ishtirokchilari, barchangizga yana bir bora assalomu alaykum deymiz. Ushbu fayzli diydor atalmish muhtasham to'yxonamizga xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Bugungi yuqori kayfiyatda, yuqori shukuhda boshlangan va mana shunday yuqori energiyada davom etayotgan bugungi o'tkazilayotgan fayzli oqshomlar, chiroyli ayyomlar barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Qolaversa to'yimizning avvalda barchangizga butun ijodiy jamoamiz nomidan yuqori kayfiyat, a'lo kayfiyat ulashib qolamizki, mana shu kayfiyat to'y davomida qolaversa butun umringiz, hayotingiz davomida sizga hamroh bo'lishiga biz tilakdoshmiz. Mana bugun Nodiraxon yana bir bora tinch xotirjam elimizda, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani go'zal va so'lim Aqchako'l elimizda yana bitta katta to'y, yana bitta katta shodiyona. Albatta buning sababchisi barchamiz bilganimizdek, barchamizga tanish bo'lgan, barchamiz hurmat qilgan insonlardan albatta yillar davomida bugunimizni orziqib, mana sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay, yig'ib, terib, eli yurtga chiroyli dasturxonlarni yozib to'ylarni qilayotgan Abdulla otamizga, Dilorom onamizga to'ylar muborak bo'lsin. Asosiy sababchilarimiz Nurulla akamizga muhabbat, onamizga to'ylar muborak bo'lsin. Albatta mana shu ota-onalarimizni orzu-umidlarini ushaltirgan barcha yosh o'g'il va qizlarimiz orzusi, kelin va kuyov degan nomga sazovor bo'layotgan go'zal kelin-kuyovlarimiz Jamshidbek Yulduzxon, sizlarga to'ylar muborak bo'lsin. Yulduzxon, sizga kelinlik libosi, yangi mahalla muborak bo'lsin. Bugun mana ota-onalarimizni ta'lim tarbiyasini olib, elimizni, yurtimizni, qarindoshlarimizni oldida yorug'ingiz bilan kelin degan nomga sazovor bo'ldingiz. Ana endi keling. Ota-onangiz bergan tarbiyasini ishonchinoqlab elimizga, yurtimizga, qarindoshlarga, qaynota, qaynonangizga chiroylikina xizmatlarni qiling. Sizni xizmatingizni ko'rib kelinimiz bu meni qizim deya quvonishib yursin. Bugundan boshlab sizga borligini, hayotini, nafaqat butun kelajagini ishonib topshirayotgan yoningizdagi go'zal barno yigitimiz Jamshidbekka shunday bir mehr beringki, o'zga qizlardan mehr axtarmasin, o'zga qizlarga aslo qiyo boqmasin. Rahmat Nodiraxon. Endi mana shu chiroyli tilaklarni, chiroyli so'zlarni mantiqiy davomi sifatida bugungi o'tkazilayotgan to'ylar bilan bugungi to'y egalarini, xonadon sohibi hamda sohibalarni, barcha yaqinlarimizni, sulolamizni, barcha vakillarni bugungi to'y munosabati bilan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Ilohim shu tinch xotirjam elimizda to'ylar ko'p bo'lsin. Hamisha mana shu yaqinlarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan, do'stu oshnolar bilan mana shunday chiroyli muhtasham to'yxonalarimizda, to'ylarda didorlashib yurmoqni yaratganni o'zi nasib ro'za aylagan bo'lsin deymiz. Albatta qolaversa davramizni shohu malikasi kelin-kuyovimizga yaratgandan baxt, muhabbatdan taqdirlaymiz. Kelgusida ota-onasiga o'xshab ana shu solih va soliha, muslim va muslima qolaversa el yurt ravnaqiga hissa qo'shadigan, el yurt koriga yaraydigan farzandlarni, ya'ni komil farzandlarni ota-onasi bo'lib yurishligini biz yaratgandan, Alloh taoladan so'rab qolamiz albatta. Rahmat, ajoyib tilak o'stinglar uchun xursandbek